Assalomu alaykum. Sementovskilarning hurmatli obunachilari. Yangi Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi syomkamizni boshlaymiz. Bugungi syomkamiz Xudo xolasa Farg'ona viloyati Marlon shahri Varashiddan bo'ladi. Qo'shtepa deyiladi, albatta. Ha, Qo'shtepa Varashid. Faridinga 120 bosh 100 talik yevropeyskiy sementol buqalar keldi. Xudo xolasa shularni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videoga yoqsa like bosib, fonni chorva ishqozlarga podpisa qilib qo'yasizlar. Soni 120 bosh. Ha, hozir 120 bosh muxbiraga. Ha. 100 tasi kirib keldi. 20 tasi 20 tasi yo'lda narxlarini ertaga sotuvni boshlaymiz. ertaga Bir kun karantin qilamiz. Avda ham o'zi qilingani, bir kun. gap. Rossiya davlatidan keldi muxbiraga bular. Rossiyani o'sha haqiqiy sut yo'nalishidagi sigirlar sement. Rossiya davlatiga ena qonunda kelgan Yevropadan, Avstraliyadan, Chexiyadan, Avstraliyadan kelgan. Mollar a? Ha, endi hozir bir xil joylarda ko'rib bo'lyapti. Sal beti qiziqish bo'lsa semental deyapti odamlar. To'g'ri. Hali limuzin Yevropadan kelmagan. Ashana bitta haydaychi. Xo'sh. Mana mon. Ha, baqa chiqaring. Yetchi bor endi. Ha bu 90 ga boradi. Xo'sh. Molga qo'ysa ham bo'laveradi, bemalol. Oldin o'taylikmi yo? Shoqi bor ekan, yo'q ekan? Bor. Xo'sh. Hey. Ichida shoqi bori ham bor, yo'g'i ham bor. Uni haqiqiy zotga qo'ysa bo'laveradi. Aylantiring, shunaqa qilib chiqaring. Kalta o'yinglar, kalta. Mashina ham chiqaring. Mashalloh. Eng kuchli mashina. Ko'pagan bunaqa. Ha? Kuchliga juda ko'p. Gap yo'q. Haydang bunaqasi. Mana to'qol. Nana to'qollar. To'qol mana. Yerda aka shoqini biz o'shalarga savol berdik, nima kuydirmaysizlar siz? Ha. Yerda juda ham sovuq bo'lar ekan, kuydirsa yiringlab qolar ekan. O'shancha kuydirmaydi. O'shancha kuydirmas ekan. Mana hozir to'qollar yuribdi ichida. Bular zavodskiy to'qol. Ha, zavodskiy to'qol bular. Sut yo'nalishini mol avstriyskiy molni bolalari bular. Sut yo'nalishini bolalari. Ha, sut yo'nalishi. Yevropadan kelgan molni bolalari, xudo xolasa. Ko'pchilik savol beradi, rossiyskiy sementalda Yevropadan kelayotganning farqi deydi. Farqi aka-ukalar sut bilan go'sht yo'nalishida bo'ladi. Go'sht yo'nalishida buqalar ko'proq maydaroq bo'ladi, lekin o'sish jihati bu sut yo'nalishiga nisbatan sal pastroq bo'ladi, baribir. Bular kecha chiqardingiz-ku. ha, kechagi o'sha kelgan. o'tgan safargi oshnam Ulug'bekning molxonasidagi mollar ham Mashfariddan ketgan. Bu juda ko'pchilik olib baraka topgan mollar, xudo xolasa. O'zlarining holatlarini ko'rib mana baho beradi. Narxlar necha pul bo'ladi? Bitta hozir shu bersa o'rtasa. O, maydalari ham bor ekan. Bor 250 kilodan 550 kilogacha shu bersin. 250 kilolik ikkita. Kamroq. Ha, asosan mol partarashga. Molni chiqaraylik. 1 yoshdan o'tganlar, ha? Bir yosh, xullas eng kattakani yelkasini erta ana hamujida olib tashlagan. Eng kattakani 13 oylik. 6 oylikdan aka 13 oylikgacha mol bor. Yo'q bu. Kim birinchi keladigan bo'lsa, yaxshilarni tanlayveradi. Omon molni yomoni yo'q ekan bashti. Buni qarang. Bu mollarni reklama qilish kerak yo'q, prosta ko'rsatib qo'yish kerak xolos. Ahli tazon odamga umuman bunaqasi yo'q. To'g'rimi? Mashalloh. Alloh. Buraga sal kunda tonna bo'ladi. Bu necha kun bo'ldi yo'lga chiqqaniga? Bular 5 sutka bu. 5 sutkada hali suv ichgan yo'q mollar. Siz yo'lga qilyapsiz. mana shu holatda ham o'zini o'qatgan yo'q, to'g'ri. Limuzinda. Chiqaring. O'zi semental limuzindan kuchli bo'ladi, o'zi. Buni qarang. Mashina ham chiqaraymi qizil? Mana shu kuchli ekan. Ikkidan ham oshib olgan, yo'q, mashalloh. Qasam chiqaring. Asham qizildi bu. Zo'r ekan ashamiz. Gap. Hammasi zo'r bu. Bunga solaydiganlardan bular. Bu kichkina ham zo'r ekan. Yangi tug'ilgan necha pul bo'lyapti ko'raga? Yangi tug'ilgani 3 kun, 4 kun, bir haftalik. 10 kunlik ham deng. kecha grupani ko'rdingiz-ku? 17 milliondan boshlanyapti, 15 million. Kecha grupaga qo'yildi. 22 milliondan qo'ydi, 1,5 oylik. Ha, 1,5 oy. Endi holatiga qarab, sifatiga qarab turib, Xudo xolasa narxlari ham chiqib qoladigan bo'lsa, o'zi ishqibozlar o'zi bemalol kelib. Bular ham sotiladimi kishilar? Ha. Bular o'sha Angus bilan Greyford buqachalar, ha? Ha. 16,5 milliondan 21 million 800 minggacha tanlab olish. Buni ichida bor. Bir joyga 20 million 600 mingdan ketaveradi. Hammasi. Bir joyga. Angus ham bor ekan-da? Bor. Gap yo'q. Anu o'n qarang. Bemalol qo'shsa bo'laveradi mashlar zotga. Ha? Birinchi qorin o'nachilarga qo'shsa bo'laveradi mashlar. Zotga qo'yiladigan ko'p.
Eng katta ekani 13 oylikda. Mana bu yaxshi zo'r ekan. Anachi sizga qarang ekan. Ha, mashina aytyapman-da, mana buni qarang. Buni yotib olib rasmga tushadigan ekan. Uzunligi ham zo'r ekan aka-ukalar. Zo'rga ham yaraveradi, ha? 100% yaraveradi. Mun qarang, bu bemalol bo'yi 1.35 kam. Ha? 40 ga bormaydimi? Yo'q, yo'q. Jovesi agar charchag'i yo'q, pilis chiqaveradi. Charchag'i chiqsa chiqaveradi. Hozirgi holatda 500 kilo kelib kelmaydi, lekin charchag'i chiqadigan bo'lsa 4 kun 5 kunda bemalol chiqaveradi. Mollar, xudo xolasa. Nari qoradaylar ham ashi zo'r ekan. Maqtanish basu muxbir aka, xudo xolasa olgan odam baraka topsin. Maza qilaveradi. Olgan odam biz har bir donasini ham ushlab qolmaymiz. Aytdik. Qo'shtepa Varashilibda nomerlarimiz 90lik 560 84 91. Yana bitta nomer bor 90lik 583 50 00. Ertadan endi 7 dan mas'ul va 8:30 9 dan sotishni boshlaymiz xudo xolasa inshaalloh. Bugun kechqurun ko'rishib Ko'rishvorsa, kelishvorsin ham. Nari qora bu sal nisbatan maydaroq, Ertaga xudo xolasa ertalarga narxlari chiqib sotishni. Nechta kichkinasi bor bunaqasi? 20 ta nari beri bor. Ha bunaqasi 250 kilo atrofida esa. Hozir ajrataman. Bular men qarang, kasalliklarga vaksinalari bo'lgan. Qilingan. Hamma yo'q. Ulargacha bor, ag'da qilib kelganman. Ha, tamojnida. Ha, xudo xolasa birortasini bundan oqqani yo'q. Inshaalloh. Endi yashurga garantiya bermaymiz, lekin mana shu yerda yedirib ichini ko'rib olaveradi. Bitta joyida yo'talgan Bema'nisi yo'q. birorta bundan oqqani yo'q xudo xolasa. Gap yo'q. Ishqibozlar bemalol telefon qilaveradi, moni qarang. Lekin agar mana shu shoqi bor yoqib qoladigan bo'lsa, bemalol doktorni olib borib kestirib olsa bo'laveradi. Hech narsa qilmaydi. O'zbekiston sharoitida kessa bo'laveradi. Mana shu misol mana shu buqani olib shoqini taydan kesib oladigan bo'lsa, shoqi nima ziyon qiladi deydiganlarga, misol sigirlarga yoki bo'lmasam 5 ta 6 ta mahinadan oladigan bo'lsa, bir-biriga ozgina shikast yetkazib qo'yishi mumkin. Holatni qarang. Lekin hammasi zo'r. Hadi voy erkak. Ha buni Erkak. Mashallah. Ani ham chiroyli ekan. Hali oqib bor ekan, yo voshi zo'r ekan. Ha? Qo'ng'iri. Bir xilga birovlarga o'sha pastdan olmas ekansiz, balanddan olar ekansiz. Endi bo'yi pakarlar pastdan oladi, balandlar safar Xudo bergan bo'y bor-ku. Biri oz odamlar ham undab ketdi. Hozir uni duga nechi? Biri 40 bormi? Ha? Biri 40 chiqaveradi, biri 20 emas lekin. O'shanga moslab olyapti endi ko'pchilik hozirgi holat. Ha? Mana aka, mana bu ham zotga yaraveradi, bunlarga. Zotga bu qarang, o'zi yoshiga yetgani yaraveradi, prosta shoqi borligini hisobiga anda qolaveradi. Ishqibozi bo'ladi. Yarimizda xorazmliklarga kelgan. Ani oshdan olib ketgan ovozlardan ham o'zi hammasi zo'r ekan, prosta shoqi borligiga anda bo'lyapti. Uni ham zo'r ekan. Oshingiz bilan baravar olgan odam bor, qo'sib olibdi aka. Shuna boqolmabdimi? 850 kilodan kelyapti, живой versa. Bunu qarang. 6 oy bo'ldi boqqani, olganiga. Mana mashina qarang. Mashina ham qo'ssa urgan, quvurgan. Bemalol qo'ssa bo'laveradi o'tkashini. Hammasi o'sha xudo xolasa muxbir aka narxlari yo'lida bo'ladi. Unaqa hali Hammasini bitta olaman degan odamga narxini chiqarib olamiz. Bor shunaqasi ishqiboz. bor qilib beramiz ertaga. Telefon qilib Endi hozir ana uni katta kelyapti, kichkina kelyapti. Ko'rish kerak, nima? Ko'rish kerak-da. Endi siz hozir Shashilish sizga kerak. birinchi chaqirdim aka, bir ko'ring. Semental qadr ketadigan odamsiz. To'g'ri gap-da. Gap Bir bor, xilgilar hammasi mol ekan deydi. Endi ham moli bor-da. Endi buni misol hali maqtashda ham kerak yo'q, andaqani ham kerak yo'q, lekin O'zbekistonda emas, butun dunyoda trendda bo'lib turgan. So'yganda ham qassob orinmaydi. Buni go'shini yegani hamma tomonlama misol ortiqligi ortiq misol. Endi hozirda aka qarang. Bu mollar boqma mollar bir xilga kiloga bo'ladi, kiloga bular berib bo'lmaydi aka. Bu mollar boqma narsa, yosh narsalar bular. 6 oydan 12-13 oylik. 2 yoshdan tepasini kiloga beradi. Semirgan. Kiloga zaril bo'ladigan bo'lsa bor. Telefon qilishaversin. Hali oshnam kutib turibdi. Tayyor o'ganda. Kiloga beradigan narsa bak, bateriya bilan kelib turib salgan 50 kilo. Mana qarang, agar zot kiloga so'raydigan bo'lsa, kiloga, lekin bular ichida yo'q. Mollarda holati hozirgi holatda 4 kun 5 kun turadigan bo'lsa, mashlarda qonni chiqadigan bo'lsa, g'ashi boshqacha mol bo'lib qoladi. Suv ichgan yo'q aka, biriga. Nima? Mollar suv ichgan yo'q. Mashallah. Quloqlarni qarang bular. Chalpan quloqligi. Buni siz bilan biz bor-ku, 2 soat maqtaganimiz bilan o ishqibozni bitta ko'rganda andalaveradi. Ana ulardan bitta parni mashina bitta chiqarib yuboring. Ko'rinsin. Ha. Bitta. Aylanaversin. Aylantir. Ko'rinmayapti ular.
Ana, hayda olayım bir boş. Bitta ikkitasi oyog'ini urib olgani bor. Qani? Ha buni ko'rdik. Maşallah. Amollarda yomon yo'q ekan past. Bobur aka. O. Ko'pda beshtasi oyog'ini urib olganlari bor. Ular o'zimizga qolaveradi. Ha tanlab olaveradi. Ha, hali olaveradi. Yo'q, oldingidaqa hozir andaqasida qo'rqmay qoldi. Odamlarda molga qaragan andaqasi dunyoqarashi ancha o'zgarib qoldi. Oldin edi misoldan qiladigan bo'lsa. Meni qarang, mo'yin va shu kuchli ekan-a. To'qol. Ha? Gap yo'q. Ular narx chiqadigan bo'lsa, Ertadan kelishaversin ertalab. bugun kechqurun keladigan ham bor. Vashshi molni ishqibozlari bugun mana shu o'rtadagilar yugurib keladi. O'zimizni Ona kelganlarga chiroyli qilib, yo'lida qilib bering. ha, xudo xolasa aka shunchalar berib sotyapmiz, olgan odam baraka topsin. Baraka topsin. Va 70 million, 80 million qilib sotsin biz xursandmiz. Olib ha? Oyiga $100 dan asqodan tashqari foyda qilsa. Hashakini 1 yil boqib turib 35 millionga sotganda, buni bitta boqib 70 millionga sotib bersin, 6 oy. Hozir hashagini deydigan bo'lsangiz, ko'pchilik bor, yana inqillaydi. Kommentariyada bor-ku. WhatsApp'da o'g'illar bosh tortib boradi. Unda tev qo'yib o'z maza qilishaversin. Kamas aka ham bitta like bosib qo'ysin. Kamasaga trendga chiqib ketdi. Mollarni bolalarni sotyapti 3 kunligini. Hech puldan. O hozir aytsa bo'laveradi. 20 milliondan. Novostelar. 3 kunligini. Maşallah. 3 kunligini. Kamasaga qatta qoldingiz. Sizga tavsiya qilaman mana shuni. Kamas akamga ham ikkita bor qilib beraman. Ha? Mana Kamas akamga Ana uni qizil yoqdi, unisini. mana uni ham ilayapman. Ha? Ya uni-chi. O ketdi bitta. Va shu shotga ekan, yondirib yuboradi. Hammasi ham zo'r. Ha? Kamasaga tushib qolsa bular o'zi molni ham ko'tarib olgan ham Kamasaga ular. Endi Kamas aka qadriga yetadi-da. Ha? Buni qarang orqasini. Maşallah. Вообще ajoyib, ha? O'zi buni qayerdan kelgan, qanaqaligini obunachilar ko'rib bilib bo'ldi. Bitta. Buni endi aytdan kelgan, bu yerdan kelgan demaylik. 1 soat, 2 O'zi soat ko'rib bo'ldi bilib. mazasini, Ha, ko'rib bo'ldi. quloqlarini qarang, shalpan quloqlariga. Hammasi aka xudo xolasa zo'r mollar. Hozir ajratamiz aka kichkinalarni. Meni qarang, bu o'rtacha eng pastini nechta chiqadi taxminan. Eng qiziq joyi. Eng kichkinasi 26 milliondan boshlanadi, 29 milliongacha. Kichkinasi. Ha. Kattalarchi. Kattalari endi Kelish diqqatga qarab tur. Ha. Narigi mollar kelishiga qarab chiqarilaveradi. Bo'ldi. 26 milliondan ham mol bor. Ichidan. Ha. Mana shu ikkovi ham ketaveradi. Nech puldan? Shu ikkovida Ha. 56 million ketaveradi. Or 55 millionga ketaveradi. 50 ga bermaysan? Endi 50 ga to'g'ri kelmaydi. 55 millionga o'zi ikkovi ketaveradi. Mana shu ikkovi. Mana shu go'ya. 55 million ketaveradi. Bitta aylantirib yuboringchi. Va shu zo'r ekan haqiqatdan. Mana. Bu hozir- Mana shunaqasida muxbir aka. Ha. 30 ta yo 25 ta chiqadi. Mana shunaqa. Keyingi partiya shunaqa kelyaptimi hozir? Mana shunaqa kelayotgan Ha? Bo'ldi. to'qol. Bo'ldi. Bir xil odamlar o'sha 3 oyligini ham 29 million, 30 million deb oladi. Bular 6 oy 7 oylik. Ya hozir odamlar bunday qoldi, sifatiga qarab oladigan bo'ldi. Hozir bundan misol bir qarish kattasini ham 17-18 millionga beradi. Olgan bilan natija yo'qdi. Olgandan keyin olibdi, baraka topib, har oyda o'zgarishini ko'rib turib, ish quvozalik bo'ladigan bo'lsa, unday qilaveradi. Ammo mollarni haqiqatda ko'rib havas qiladigan. Ishlari ham qatib qolibdi yo'lda kelganiga. Moqni ham qarang. Yo'qda hali. Gap yo'q. Mana u qani sizga qarayapman. Erkak. Bitta nimasi ko'p ekan. O'g'ni ham zo'r ekan. Malla. Bu yerda yomon, o'rtacha ekan degan odam. Qolagan tanlab olaveradi, короче, ha? O'zi o'sha yomon. Ya. Yomon. Chatav ekan mol degan. Xudo xolasa narxi aka. Ha. Juda ham yo'lida qilib beramiz. Olgan odam baraka topib, yana qachon semental keladi deydigan qilamiz narxi xudo xolasa. Bo'ldi. Mana ular endi Dumlar- dumsho'roq qilib yuborish ikkitasini. Bulargini Ha, vitamin bo'ladigan dumsho'roq. o'zi Bular manimcha bu kesib ko'rishganda o'sha deyil. nima qilar ekanda? Nima ular? Ya qisilib netib qo'yganmikan? Ya bir xil joydan kesilgan ekan razmeri ham. Qarang. Bo'ldi. Aka-ukalar, xudo xolasa shu bilan syomkani yakunladik. Narigini ham tayyorlantiraylikmi?
Kichik narigi nepda ko'rsataveraylik. O maydalari bor ekan-da. Xullas 25 milliondan 26 milliondan chiqadi mayda. nechta chiqarib bera olasiz 26 milliondan? Chiqadi. Nechta chiqarib bera olasiz? 10 ta chiqarib bera olasizmi? 10 ta va 5 ta qilib berasiz. 5 ta qilib bera olasiz. Bo'ldi. Katta kani ham. Ja, ho bo'lmaydi. Ha? Yo'lida bo'ladi. 5-6 million aqabaqasi bo'ladi. Monda kichikroq. Mo'lardan bitta manaqasi haydab keting. Baraka bunni oqqani yo'q, xudo xolasa. Qanaqa? Ha. O'sha odam baraka topiydi. Mana uni aytayotgandim, orqasi ham juda zo'r. Ha? Orqasi zo'r ko'p ekan. Chexiyani sementali avstriyskiy demoqlar. Onasi Chexiya, otasi sement nima? Avstriyaniki. Shunaqa. Haydavering bir vositani desak aylanamiz. Bilinib turibdi, Yevropani, bolarni. O'ladini qarang. Mashina mana qarang, 1 gram suv ichgan yo'qda hali mo'lar. Chaqchaqilib beriladi. Qachon beriladi suv bunga? 5-6 soatdan keyin beriladi. 5-6 soatdan keyin beriladi. Ha, iliq suv ichadi. 3-4 kunda o'zi sekin stresslardan chiqib, o'ziga bo'ladi. Hozir selosam bergan yo'q ekanda, daja? Yo'q. Somon dozini sekin. Endi hozir sal ichini moslashtirib olaylik. Ana ham bir limuzinga navraverar ekan. O'zi hozir o'tgan yildan beri mana limuzinni boqib ko'rdi ko'pchilik. Baribir sementalga yetmaydi. Chunki misol bir kunda kunlik vesi yig'ishini hisob qiladigan bo'lsa, 200-300 gram bir kunda semental limuzinga nisbatan vesi bo'ladi. Hozir qarangda 300 kilo, 350 kilo, bas 320 kilo chiqadi, Angus ham 33 million, 32 million narxachyapti. Qarang. Molni sifati zo'r olib, yeyishi yaxshi bo'lib turadigan bo'lsa, bemalol o'zini o'zanda aqvaraveradi. Haqiqatlar shu bilan so'mkani yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, inshaalloh keyingi videolarda. Kelishaversin, Muxbiraga xudo xolasa yo'lida qilib beramiz. Bugun kechqurun yo'lga chiqaversinmi? Ha, chiqib o'rishaversin. Bo'ldi. Endi ertaga bo'lsa, kunduzi yaxshi bo'ladi baribir. Bo'ldi gap. Voy, mashalloh, qani orqasini ekuvini. Ko'rdim. Shu zo'r ekan.